Bir tarafdan juda achinarli va bir tarafdan juda kulgili. O'zingizlar baho berasizlar. Mirsardor Bobboy onasidan so'kganidan keyin Bobboy qamalib ketgan. Mirsardor 2022-yil bitta yetim bolani telefonini tortib oladi. Taqdir taqozosi bilan bu narsa Bobboy qulog'igacha yetib boradi. Bobboy 2022-yil ozodlikda bo'lgan va u yetim ofitsiant bolani orqasidan Mirsardorlar bilan o'rdada strelka uriladi, ular bilan ko'rishib olish kerak bo'ladi. Men Mirsardor o'zi chaqirgan o'rdaga Bobboy o'zini Azamat do'sti va boshqa do'stlari bilan birgalikda kelishadi. Bobboy rahmatli Azamat va uni do'stlari Mirsardor rog'anlarini ad-dushi quvlashadi. Mirsardor yuridan lamanni berayotgan payti orqasidan pichoqdan konkretni avariyaga uchraydi. O'rdadagi suvga ad-dushi kalla otib qochadi va o'sha joyda Rusalka klichkasini o'ziga pajizninni tamg'a qilib oladi. Bular qochib ketib, ertasi kuni Bobboy yana ushashadi, Bobboy yana qamalib ketadi.